Videoni ko'rib yetaylik. Bu tönügünkü hikoyada chiqqan to'rdishimizning sol tarafdagi, ya'ni odam o'ltamog'i uzoq bo'lgan hiliqi uyning ko'rinishga bu ko'rinishni tatgan vaqtda garchi sirtda kun bor bo'lsin, lekin bu uy qop-qorong'lam ko'rindi ekan. Mana shunday kecha kunduz qat'iy kun tushmaydigan bir uy ekan. Endi men tundügünkü hikoyani so'zlashdan burun bu to'rdishimizga bu hikoyaning oxiri yana bormi yoki tugdimi deb xat qoldirib qo'ygandim. Bu to'rdishimiz aldirashib ketdimi, tundügün javob qaytarib bo'lmagan, bugun tushdan burun javob qaytaribdi. Onun keyindan yana nurg'un ishlar yuz beribdi. Shunga men bugun so'zlaydigan hikoyalarning eng oldida mushu hikoyaning oxirini chiqarib yetay deb so'zlab o'tiribdim. Shu aynakcha qilib ketgandan keyin bu to'rdishimizning uyda pek cho'ng ishlarmi yuz berib ketmabdi. Shu ancha-muncha shu yotoq uyda o'tirsa, obunining ichidan sumon turgan ovoz chiqadigan va yoki shu tip-tinish uyning ichidan bir kichik qizning aka deb chaqirgan ovoz chiqadigan ashta ishlar pat-pat yo'liqib turdi ekan to'q. Bu to'rdashning aytishicha, sol qo'l tarafdagi g'oyib bo'lib ketgan qo'shnisining kichik qizi texi andi 1 yosh 1,5 yoshlarga kirgan, texi tili to'liq chiqib bo'lmagan qiz ekanda, shunga u qiz u aka deganni unda to'liq deb bo'lmaydi ekan. Lekin shular ko'rinmas bo'lib ketgandan keyin bu uyda anglanadigan hiliqi kichik qizning ovozi, ya'ni aka deb chaqirishlari shunchalik to'liq ekanda, bu bir hayron qolarlik ish ekan. Undan boshqa bu to'rdishimiz uyda yolg'iz o'tirgan vaqtda shu uyning ichidan ovozlar anglanadigan, u yoqdan bu yoqqa mang'an hiliqi oyoq tivishlar anglanadigan ishlar bo'lib turdi ekan. Lekin bu to'rdash u ishlarga kunib ketgan ekan. Bo'ldilar bu uyga men kunib qolgan bo'lganki o'tiraveraychi deb bek iran qilmay o'tirayotgan ekan. 5 ayning 27 kuni kechida, ya'ni hayit kuni kechisi bu bal aslida yurtga qaytmay davomli ishlamoqchi bo'lib qolib qolgan ekan Urumchida. Shu kun kechda o'tirsa, endi bu uyda yuz berib ketgan g'alati ishlarning jiqliqidan bu bal bardoshlik berib bo'lolmay, shu kun kechda bir qur kiyimini kiyib lam udul Qashqarga ketibdi. Yurtga Qashqardan ekan. Nima ish yuz beribdi desanglar, shu kuni kechida bu balni uxlatmay jami 12 qitim ishga chekildi deydi. Bu bal har qitim ishga chekilgan vaqtda endi ishing urg'un odam o'xshaydi deb berib ichibdi. Har qitim berib ishni ostida hech kim yo'q. Uyga inib kirib yozsa, mush mehmonxona uydan iliq bir kichik qizning aka deb chaqirgan ovozlar anglandi ekan. Bo'ldi unda ovozlar anglandi-ku, men kunib ketdim bu deb beshinchi jumkab yozsa, munchidan rasmiy birsi juyunayotgandek char suv tushgan ovoz anglandi ekan. Yugurib berib munchining eshigini ochsa, munchi qup-quruq. Ya qup-quruq suv tushmagan. Suv soati qarsa, shu bir kechda suv soati xilbaklam mengibdi strelkasi. Ya'ni ishlatilgan suvning miqdori xilbakli jiqqa. Odatda bu bola endi bir oyda ishlatib bo'lmaydigan suv miqdori shu bir kechada tugab ketgan ekan. Ashunchalar g'alati ishlar ketgandan keyin bu bola kechach uxlayolmay, tongmi atmasdan hech qanday narsalarni yig'ishtirmay, shu uchsiga bir qo'l kiyimini kiyiblam uydan chiqib o'tib Qashqarga inib ketdi. Men atit degan kuni kechasi Çoğun apamlarını uygu bağan, şu öyde konup, ertesi bir gün heyit ötküzüp bunda qaytıp geleydim. Bazam, çoğun apamlar neversanlım adette yitip atkan ma chetdeki öyden otturdaki öyge köçüp çıkıvaptı. Oy bu öyge cevapsızlar o desem, ma chetdeki öyde bak qar besip ketdi. Şoň amal yokmuş, otturdaki öyge köçüp çıkıp aldık deydi. Şunda qılıp paranışıp oturup uxlaygan vaqtmı boldi. Men onda qar besip ketdi. O bu degende gaplarga bek qo'qab qolmayman da, endi bunday hikoyalarni o'zim anglab, bek jiq ishlar beshimga kelgan bo'lgan ekan. Şoňa boldi, men o'zim yolg'iz yotay shu uyda deb, shu uyga yotqilsam, närsanglam yolg'iz yotsangiz qo'rqaysiz atja, men birga yotay deb shuna qilib, närsanglam lashkimiz shu uyga o'rinsab yetib qoldik. Taxminan yerlik vaqt 12:20lar bilan qo'dayman. Özümün obuniga chiqqisi kelib, endi uyg'onay deb tursam, men ko'zimda yenjoq borda. Yenjoqni avitib, endi men telefonlarimni bir tepib, qo'pay deb o'ylab turishim bilan, badanim qiychib qolgandek bo'plam, bir xil muzdek bir shamol kelgandek bo'ldi-da. Men ashta bir ishga yo'liqqan ekanman-da, endi deb o'ylab turishim bilan, sol tarafimga birisi kelgandek bo'lib, sol bilkimdan tutib deganning tatib qoldi, ammo ya o mening bilikimdan tatib meni qo'pqizib yetmedi. Ya men bu bilikimni ajratolmadim. Shundoq qilib, voy qo'yvat deb vaqirab ketib borman. O ovozim teshib chiqyotamdi yo'q, uni uqmadim. Lekin ashunda bir rasmiy mush bilikimdan tutib degan tatdi. Hattoki u vaqtda nima o zehnimning ochiqligidan, maviliqi hamma ishlarni bilib turayotganimdan men nim deb o'yladim sanglar. Odatda meni tutqun haqiqatan shular bo'lsa, ularning qo'li hamda muzdek bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Lekin mening biligimni tutgan qo'l unchoqlar bek muzdek emaskan-ku deb hattoki men o'ng qo'limda sol biligimni tutib olgan qo'lni tutib boqqanmi bo'ldim. U xililam qiziq bir qo'l ekanda.
Eskertib qo'yay, ma uyga hamda boshqa bir inson kirib, u yerim kechida mening bilkimni tortib ketishi mumkin emas. Darvozalarni, eshiklarni ichidan taqab uxlaymiz. Shuning bilan bu kim amdi deyman, u badallarim qaytishib qilib, yo bu qo'limni ajratolmadim. Shuna qilib xeyli tirkishib bir vaqtdan keyin qo'limni qo'yib birib yo'qolib ketgandek bo'lib qoldi. Bu so'l bilkim mushu havoga islib qolgan holatdan pok deyotganning ustiga tushdi-da. Shuning bilan deb yanjoldirimni elib telefonlarimni yo'rtib qilvatsam, navrsanlarni uyg'ondi, o'yning bo'ldi deb, mushta qarayib ketdi desam, ha deb. Endi yerim kechog'an keyin baq qo'rqib ketmasin deb tafsiliymi demadim. Shuna qilib uyning ichida obni bor bo'lsa lekin bog'dagi obniga berib kelaylik desam, ha deb singlim bilan ikkimiz bog'dagi obniga berib qaytib kelib yana joyimizga kelib yotdik. Odatda mening bir qitim unda to'liq bir uyqum ichilib ketgandan keyin qayta bir uyquga kirmagan pek tas. Lekin u kuni qanday bo'lgan, qaytib kirib beshim yostiq tegishi hamallam uxlab qolgandek bo'lib qopdim. Bir kemda ko'zimni ochsam, o'zim yotgan yerning oyiqida o'tiribdim. O'zim yotgan o'rinimda qarsam, mening o'rnimda birisi yotgandek ko'rindi. Endi mening ruhim badamda ajrab chiqib, ashunda ko'rinib ketdim yoki tush ko'rdimmi uxmayman. Lekin uyning ichidagi har bir bulung pushqoqdan tortib, o'z ayni shu uyda hech qanday narsa o'zgarmagan. Hattoki men sirtdan kirayotgan chiroqning nuridan tortib, işte aniq ko'rinib turdi uyning ichi. Shuning bilan men uyning hamma bulung pushqoqlarimda sapchilib kelib qarsam, men so'l taraf bulungda endi sal g'uva, endi bizlardan sal g'uva, ashunda bir to'min holatda ko'rinadigan 3 odamni ko'rib qoldim. Birisi 30 yosh ayolga, yana birisi sal yoshga cho'ngroq erga, yana birisi kichik bir qizga. Ularning qishida bir qarsoy bor, lekin uning chiroyini va yoki kiyinishini men aniq bir farqlantiramadim. Ermi, ayolmi uqmayman. Ashundaq bir 4 odamni ko'rib qoldim endi hisobda. Bularning hammasi ashunda dumbisni tomga chaplab, men qarab o'tirdi. Endi u vaqtdagi ko'rishimda ularning hech qaysining chiroyi bir qo'rqinchliq, odam qo'rqatqidek unda bir ko'rinib ketmadi. Ular qarab o'tirib bir narsalarni deb men deganning yegim shu bir siziqlarni sizib, endi unda qilsanglar bo'lmaydi, unda odamlarni qo'rqatmanglar, u bu deb deganning gaplarni qilib ketdim. Hiliqi 3-4ga. Ular mening gapimni tushunmadimi, ya bu nim deyotgandi deb hayron qoldimi, yo bizni nimish ko'ralaydi bu deb uningga hayron qoldimi. Endi ish qilib ko'zlarini yo'g'on ichib shuna bir hayron qolgan holatda qarab o'tiribdi. Hech kim bir yig'iz javob qaytarmadi mening gapimga. O'zim bilan o'zim so'zlab ularga, o'zim bilan o'zim gap qilib, ashuna qilib yana joyimga kelib, shu o'zimni o'rniga kelib yotgandek qildim. Yana bir ko'zim ichilib ketdi. Bu qitim endi men so'l tarafga qarashga ketmadim. Chunki bayatdan yuz bergan ishlar shunchalik haqiqiy bo'lg'ashqa, men so'l tarafga qarasam rostlam shunda bir 3-4 odamni ko'rib qolaman deb qo'rqib, ko'zimning quyruqini qarab yiqib, telefonimni yo'rtib birdan telefon o'ynagandan keyin andan keyin asta bitta beshimni burab qarsam, bu so'l qo'l tarafda ishim yo'qka. Shuna qilib, ertaga kuni kechsi, ashunda uyqularim yaxshi bo'lmadi, ashunda bir ishlar bo'lib ketdi. Endi men keyinda yuz bergan ishni tushimmi, o'ngimmi bilmayman, lekin men oldida yuz bergan ish haqiqiylam yuz berdi. Yana men navrsanlimga shu ko'rganlarimni deb beryapsam, navrsanlim, shu aja oqshom siz shunda bir gaqib ketdingiz yoki gapingizni tushunmadim. Uldikmi emas u gapingiz, lekin shunda birsi gaqiyotgandek, shunda nurg'un gaplarni qilib ketdingiz, lekin men gapingizni tushunamadim deydi. Ma'qulam bugungi hikoya vaqt munosabatlarimiz oyoqlashdi.